Ko'pchilik so'raydi, BYDlarni ходовой qanaqa, yaxshimi? BYD Seagull mashinasini olib qo'yganmiz. Bunga qilinayotgan ishlar ustupitsa passivniga ketib qolgan. Ustupitsa passivniga yangi olib keltirib, o'zini originalini ichida holatda bo'ladi. Originali korobkasi anaqa bo'ladi. Hozir ustupitsa passivni bunga qoqib, xudo xolasa mashinaga yig'sa, ishimiz ham tayyor bo'ladi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqasiz. Ko'pchilik so'raydi, BYDlarni ходовой qanaqa, yaxshimi? BYDlarni ходовой hamma mashinanikiga o'xshagan, почти bir xil. Amortizator, tiyaga, rulovoy, hamma narsasi o'zimizning qolgan mashinalarga o'xshagan, hamma zapchastlari ham bor. Zapchastlarida ham muammo yo'q, xudo xolasa. Kolotkalarda supportlari, kolotkalari ham bor. Hammasi zavodskoy zapchastlarni qo'ysa, hech qachon muammo bo'lmaydi. Buzilganini ketishini sababi klient o'zi chiqqani uchun passivniga ketib qolgan. Boshqa sababdan emas.